Yangi O'zbekiston bog'ida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi bitiruvchilariga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tmoqda. 160 dan ortiq yoshlar diplom va leytenant harbiy unvonini qabul qilib, vatan xizmatiga yo'l olmoqda. Endi ular vatanimiz xavfsizligini ta'minlash va favqulodda vaziyatlarda insonlar salomatligini asrashdek sharafli va muhim vazifani bajarishga kirishadi. Yangi O'zbekistonda yoshlar quradi shiori ostida o'tkazilayotgan yoshlar oyligi doirasidagi mazkur tadbir ko'tarinki ruh va unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Tadbirda Oliy Majlis senatorlari va deputatlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati, Toshkent shahar hokimligi, soha faxriylari, oliy harbiy ta'lim muassasalari rahbarlari, kursantlar, ommaviy axborot vositasi vakillari, shuningdek bitiruvchilarning ota-onalari va yaqinlari ishtirok etdi. Barcha bitiruvchilar singari bugungi kun men uchun ham bir umr esda qoladigan hayajonli kun. Sabab bugun menga ota-onam, yaqinlarim, keng jamoatchilik oldida bugun menga Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining tomonidan to'g'risidagi diplom va ko'krak nishoni bugun tantanali ravishda topshirish arafasida turibmiz. Barcha bitiruvchilar shu akademiyada o'tgan davr mobaynida harbiy huquqiy, ijtimoiy va maxsus fanlardan chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldik. Komandir va boshliqlarimiz, ustoz va murabbiylarimiz ko'magi bilan ofitserlik sifatlarini shakllantirdik. Endi bu akademiyada olgan bilimlarimizni amaliyotda samarali qo'llagan holda vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida qo'llash uchun bugun yo'l olmoqdamiz. Joriy yilda akademiyani 160 nafardan ortiq bakalavr muvaffaqiyatli tamomladi. Ularning 9 nafari imtiyozli diplomga sazovor bo'ldi. Yosh ofitserlarga diplom va leytenant harbiy unvoni topshirilib, vatan oldidagi sharafli xizmat yo'liga oq yo'l tilandi. Marosimda Favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Azizbek Ikramov so'zga chiqib, bitiruvchilarni, ularning ota-onalari va ustozlarini samimiy tabrikladi. Shuningdek, tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar, istiqboldagi rejalar va ustuvor vazifalar haqida to'xtalib o'tdi. Tadbir davomida akademiya orkestrining kuy-navolari yangradi. Harbiy va ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Yosh qutqaruvchilarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini aks ettirgan namoyishlar vatanga sadoqat ruhidagi qasamyotlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Farzandim bugun 4 yillik O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasini muvaffaqiyatli bitiryapti. Bakalavr yo'nalishi. Bu yerdagi sharoitlar davlatimiz, prezidentimiz yaratib bergan va rahbariyat yaratib bergan sharoitlar uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi institutining 20 nafar tinglovchisiga magistrlik diplomlari ham tantanali ravishda topshirildi. Kuy-qo'shiqlar hamohangligida o'tgan bayram tadbirining asosiy maqsadi yoshlarda vatanga sadoqat, fidoyilik va xalq xizmatiga daxldorlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Ushbu tadbirni Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazilayotganining o'ziga xos ramziy ma'nosi bor. Yangi O'zbekistonimizning qurolli kuchlari safiga yosh ofitserlarni yangi kuch g'ayrat bilan kuzatilayotganligini ma'nosini ifodalaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu tadbir umuman qurolli kuchlarimiz tarixida, bizning vazirligimiz akademiyasi tarixida an'ana hisoblanadi va bitta narsani alohida aytish mumkinki, bu tadbir mana shu yosh ofitserlarimizni butun umri davomida yodida qolayotgan tadbirlar sifatida qayd etib o'tishimiz mumkin. Yangi O'zbekiston bog'ida ilk bor o'tkazilgan ushbu tantana bitiruvchilar, ularning ota-onalari va ustozlari uchun unutilmas bayramga aylandi. Biz uchun bugun bir ajoyib xursandchilik kun, oilamiz bilan. Chunki mana bugun mening birinchi navram. Xalq uchun, el uchun xizmat qilish uchun, mana shu kasbni tanlab, mana bugun xalq uchun, davlatimiz uchun xizmat uchun akademiyani bitiryapti. Ota-ona uchun eng xursand narsa farzandining kamolini ko'rish. Hammamiz xursandmiz. Mana shu akademiyaning xodimlariga o'z nomimdan, oilam nomidan minnatdorchilik bildiraman. Men bugun juda ham bir hayajondaman. Akademiyani o'g'lim bitiryapti. Bugun har bir ota-ona o'z farzandini bugungi kunda bitirish sharoitini ko'rganimizdan juda ham bir xursandman. Bundan bir har bir ota-ona hayajonda bo'lsa kerak. 160 dan ortiq yoshlar 4 yillik imtiyozli diplom va leytenant harbiy unvoni topshirdi. Ularning ota-onalari va yaqinlari ishtirok etdi.
bugun vatanga xizmat qilishdek yuksak mas'uliyatni zimmasiga olgan yosh leytenantlar oldida sharafli yo'l turibdi. Ular xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarda insonlar hayotini asrashdek ezgu vazifalarni sidqidildan ado etishga bel bog'lamoqda. Bu esa mamlakatimiz kelajagi ishonchli qo'llarda ekanining yana bir yorqin ifodasidir.